Assalomu alaykum azizlar, barchaga xayrli kun. Bugun sizlarga Riparia rupestris 114 tok podvoyi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu tok podvoyi Fransiya seleksiyasi mahsuloti bo'lib, juda ko'plab xususiyatlarga ega. Ya'ni Phylloxera hasharotiga yuqori ko'rsatkich, ya'ni 5 balli ko'rsatkichga ega. Bu podvoyimizda yana bir xususiyatlaridan biri bunga ulangan uzum navlarining hosillari erta pishib yetiladi. Buni mana 1 yillik o'suvchi novdalari shu holatda rivojlangan. Hamma podvoylarda ham o'ziga yarasha xususiyatlari mavjud. Yurtdoshlarimizning ichidan shu podvoylarda bog' yarataman degan birodarlarimiz bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishi mumkin. Ya'ni intensiv tokzorlarni tashkil qilib beramiz. Barchaning ishlariga omad. Sog' bo'linglar.